Sherzodbek trading o'rganishda davom etyapti. Ukam, darslar qanday ketyapti? Darslar zo'r ketyapti. Hozir 13-darsga keldik aka. Siz uyga vazifa bergandingiz. Materiallarni topib kelinglar deb men qiziqib sirazi qildim buni. Shunda aka, materialni chizsa shunday o'sib ketaveradimi? Xo'p, juda ham qiziq savol bo'ldi. Bunaqangi savol ko'pchilikdan kelgan menga. Xo'p, qaragin, sen bu yerda 13-darsga kelgan bo'lsang, darslarimiz 50 tadan oshiq va tahlil qilayotgan jarayonda aksiyada ikkita fakt bor. Ya'ni bu ikkita bir o'rganishimiz kerak bo'lgan tahlil turi bor. Birinchisi texnik tahlil, ikkinchisi fundamental tahlil. Bu texnik tahlil turiga kiradi. Endi bu ham ma'lum bir darajada sabab bo'ladi, lekin kompaniya yangilik bilan yuradi. Hali u etapga yetib bormagansan. Bu narsani jarayonda ko'rib ketaveramiz, lekin muhimi mana shu tahlil qilayotgan vaqtda aynan o'sadigan jarayonni va patternni uchun topish juda ham muhim bo'ladi. Mana shunga hozircha e'tibor berib turish kerak. Endi senga bitta savol, o'rganayotgan jarayonda video dars ko'rib o'rgangan yaxshimikan yoki qanaqadir offline poddeshga, onlayn yoki offlayn qaysi bir ma'qulroq deb o'ylaysan? Hozir aka menga offline ma'qul keldi, chunki nima desangiz, onlaynda videoni ko'radi, to'g'ri endi odamni o'ziga bog'liq, buni chizib chiqarish shunaqa narsalar. Offlaynda mana tushunmagan narsangizga chaqirsam o'zingiz qarab berib, ko'rib, qo'limdan ushlab kerak bo'lsa shularni o'rgatyapsiz. Tushunarli, senga o'rgatish jarayoni menga ham juda ham qiziq bo'lyapti. Xudo xolasa obunachilar ham qiziq bo'ladi. Agar bizani kuzatib turganlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariy yozishsa, bizani qo'llab-quvvatlashsa, keyingi prosesslarni ham ulashib ketamiz va hammaga omad.